Kanalga salom do'stlar. Mana bugun hammani asabini buzib, hammani jig'iga tegan o'yin Devil'ning o'ynab ko'ramiz do'stlar. Sekin You want to create a game, but coding is just too hard and frustrating? AI turns your idea into a real game just in seconds. Everything is now super simple with just a prompt. A 3D world with full of slick effects is born. Reklama qilyapti. Keyin safar kompyuterda o'ynaymiz do'stlar. Tushib ketdik. Sakralmay qoldik. Yaxshi. Yo. Ketdik do'stlar. Tez harakat qilish kerak. Yaxshi. Yo. Do'stlar, adashib ketdim. Yaxshi o'tdik. Do'stlar. Qanday qilib o'tib ketdik? Do'stlar, reklama qilyapti-da bizga. You lose. Agar obuna bo'lsalaring, yangi o'yinlarni o'ynaymiz do'stlar. Snap ekan. O'yinimiz o'ynashimiz kerak. Mana ikkinchi levelga ham o'tib bo'ldik. Yo do'stlar. Do'stlar. Yo'q, tib ketdik. Ehtiyot bo'lib o'tish kerak ekan do'stlar. Hop, bale o'tdik. Uncha qiyiniga bo'lganmiz yo'q do'stlar. Do'stlar, sakrashni o'sib yuribman. Do'stlar, bilgandim shu narsani. O'tib oldik. İnternet işleyken bu oyunda açıp görerlik internette. Bu böyle. Do'stlar, aytgancha agar olmishda obunachi yig'sak, yo'q do'stlar. Agar olmishda obunachi yig'sak, biz O'zbekiston Olimpiadaga chiqargan videomizni chiqaramiz. Do'stlar. O'tib oldik. Yaxshi. Yo'q, internetda o'chirishimiz kerak. Shu yerda nimadir bo'ladi do'stlar. O'tib oldi. Chiqib oldik do'stlar. Internetda o'chirganman. Lekin reklama qilyapti do'stlar. O'yinni ichida reklama berdi.
qilaman sizga. Chiqdik do'stlar. 3-levelga ham keldik. Nimaga ham qarab qo'yamiz. Yaxshi bo'ldik. Yaxshi reaksiya. Do'stlar. Qanday qilishgan? O'tdik. Shu. Hop, balik do'stlar o'tdik. Negadir o'yin qo'chib qoldi do'stlar. Shuning uchun men nimani tugataman, o'yinni tugataman. Do'stlar, obuna bo'lmanglar. Sizlarga kattakon rahmat. 55 ta bo'ldik. Va agar vaqt topa olsam, bugun yana yangi videolar chiqaraman. Bir kun ko'p yangi video chiqarmay qo'ydim. Shuning uchun bugun chiqarishga harakat qilaman do'stlar, agar vaqtim bo'lsa. Shuning uchun sog' bo'linglar do'stlar.